Demak, hozir sizlar bilan gaplashadigan mavzuyimiz yuqori sezuvchanlik birinchi tip. Reagenli tip yoki bo'lmasa immunoglobulin Yga bog'liq bo'lgan tip deyiladi. 4 ta tipi bor. Hozir birinchi o'rinda tez kechar tipini gaplashamiz. Gaplashganda ham nima bo'ladi? Immunoklinikaga bog'lab, ozgina kasalliklari bilan va albatta target terapiyasi bilan ham gaplashamiz. Endi sizning savolingizga-da, nima uchun mana bu narsa shunchalik kerakmi degan savollaringizga hozir toj bir ikkita joylar bilan gaplashib o'tamiz. Xo'p. Demak, birinchi tip yoki bo'lmasam reagenli tip immunoglobulin Yga bog'liq bo'lgan tip. Birinchi o'rinda savol tug'iladi. Nima uchun bunaqa holat bo'ladi? Organizmda nima uchun immunoglobulin Yga bog'liq bo'lgan yallig'lanish bo'lyapti? Nima uchun yuqori sezuvchanlik bo'lyapti degan savol tug'iladi. Birinchi o'rindagi sabab organizmni yoshligidan tolerantligining noto'g'ri shakllanishi. Yosh organizm tug'ildimi, dunyoga keldimi, tashqi muhitdagi patogenlar bilan, tashqi muhitdagi mikroorganizmlar bilan u doim kurashda bo'lishi kerak. Qo'pol qilib aytganda, kurashadigan hech kim yo'qligi uchun, tushuntira oldimmi? Vudruk mana immunitet keldi, kurashadigan hech kim yo'q, oziq-ovqat bilan, changlar bilan kurashadi. Tushuntira oldimmi? Ana shu joyi juda ham katta nyuans. O'shaning uchun ham qishloq sharoitida, ferma sharoitida allergik reaksiyalar juda ham kam uchraydi. Shaharlashgan joylarda allergik reaksiyalar juda ham ko'p uchraydi. Aynan bronxial astma boshqa. Nima uchun bu gapdan boshlayapman? Chunki birinchi tip yuqori sezuvchanlikda aynan allergik rinit, konjunktivit, bronxial astma, qavarchiq kabi allergik kasalliklar yuzaga keladi. Va eng asosiysi hozir gaplashib turganimiz anafilaktik shok. Tushunasizlarmi? Bemor shunaqa, siz aytdingizmi, kim aytdi? Sekundda beradi reaksiyasini. Xo'p, demak birinchi bo'lib allergen. Demak, allergen oqsil tabiatli bo'lishi kerak, ma'lum bir molekyular massasi bo'lishi kerak va allergenning ichida albatta nima bo'lishi kerak? Epitopi bo'lishi kerak. Va bu allergen organizmdagi baryer tizimidan ichki muhitga nima qilish kerak? O'tish kerak. Baryer. Bizning baryerimizga nimalar kiryapti? Teri, shilliq qavatlari. Unda ham bunda ham nima? Epiteliy. Ya'ni bizning epiteliyalarimiz bir-biri bilan desmosomasi bilan boshqa narsasi bilan juda ham mahkam bog'langan. Tashqi muhitdagi uncha-muncha zarrachani ichkariga nima qilmaydi? Kirgizmaydi. Ammo shunday hajmi kichkina bo'lgan chang zarrachalar bor. Masalan uchun PM darajasi 2,5 dan kichkina deymiz yoki bo'lmasam dermatofagosis pterinozus allergenlari shunchalik kichkinaki hujayralar aro anaqadan to'siqdan bemalol o'tib ketaveradi. Ularni o'tishi uchun hujayralarning mana bunaqa shilliq qavatining zararlanishi shart emas. Tushuntira oldimmi? Demak, ikkita omil. Birinchisi, allergenning hajmi juda ham kichkina, bu bemalol o'tib ketaveradi. Ikkinchisi bu epiteliy shilliq qavatini, umuman shilliq qavatlarni nima qilishi? Zararlanishi. Baryerni mustahkamligining buzilishi. Qachon baryer mustahkamligi buziladi? Birinchi shart immunoglobulin A kamligida. Bemorda demak mukazal immunitet, shilliq qavatini immunitetida problema bo'lyapti-da. Uni problema bo'lishiga sabab mikrofloraning yaxshi bo'lmasligi, disbakterioz. Tushuntira olyapmanmi? Chunki immunoglobulin A bilasizlar shilliq qavatda bakteriyalarga qarshi ishlab chiqariladi va zamburug'lar boshqa. Disbakterioz bo'ldimi, siz immunoglobulin A ning yetishmovchiligini kutaverasiz. Tushuntira oldimmi? U va bu sabablar bilan mana bu baryer buzildimi, mana bu antigen ichkariga, allergen ichkariga kiradi. Ana shu joyda yana bitta gap bor. O'rtoqlar, ko'pchilik mana bu joyda allergenni faqat so'z qiladigan narsa bu makrofag deydi. Ba'zi bir kitobda dendritik hujayra deydi. O'rtoqlar, antigen prezentatsiya qiluvchi hujayralar ikkita turga bo'linadi. Ularning professionali bor hamda oddiysi bor. Oddiy antigen prezentatsiya qiladigan hujayralar bular makrofaglar. Ularning asosiy vazifasi o'zi fagositoz qilish, lekin orada fagositoz qilish bilan birgalikda falon joyda mana bunaqa antigen keldi deb tushuntirib berish. Asosiy antigenni prezentatsiya qiladigan hujayralar bu dendritik hujayralar. Dendritik hujayralarning nima xususiyati bor desa, o'zini oti bilan aytib turibdi. Dendritik sel, soxta oyoqlari juda ham uzun. Shu dendritik hujayra haqida ikki og'iz aytib o'tishim kerak-da. Bu ozgina sizlarga o'xshagan hujayra-da. Ba'zi bir joylari anaqa qilgan, qichib qolgan hujayra bular. Joyida jim o'tira olmaydi. Har doim soxta oyoqlarini chiqaradi. Hozir o'tirdinglar-ku, yaxshilab gap eshitib oldinglar. Xuddi shunga o'xshagan hujayra. Ya'ni o'zi shilliq osti qavatida turib, soxta oyoqlarini shilliqdan tashqariga chiqarib turib, tashqarida turgan allergenlarni yoki bo'lmasam tashqarida turgan patogenlarni olib ichkariga olib kirish xususiyati bor. Bu dendritik hujayraning bu funksiyasini kashf qilib, o'sha Nobel mukofotini olishgan. Tushuntira olyapmanmi? Keyin bu dendritik hujayra mana bu allergenni olganidan keyin qamrab oladi, maxsus retseptorlar bilan, dump retseptorlari bilan qabul qilib oladi. Ichida protsessing qiladi. Protsessing degani bu
allergenni bo'laklarga bo'lib, uni epitopini olib berishdi ekan. Epitopini oladida, yo'l-yo'lakay epitopini olib, limfa tuguniga boradi. Bitta dendritik hujayra to shilliq osti qavatdan limfa tuguniga borgunicha 100 tadan 1000 tagacha T hujayraga ma'lumot uzatib ketadi. Tasavvur qilasizlarmi bunaqa ma'lumotni? Sani bitta hujayrang to shilliq, misol uchun burun shilliq qavatida muammo bo'lib qoldi, allergenni aniqladi, to limfa tuguniga yetib borgunicha atrofdagi T hujayralarga, B hujayralarga boya siz anaqa qilib gapirdingiz. Orada tekis prezentatsiya qilib ketaveradi. 100 tadan 1000 tagacha. Bu dahshatli ko'rsatkich. Bitta allergen haqidagi ma'lumotni atrofdagi shuncha hujayraga berib ketaveradi. Tushuntira oldimmi? Endi bu yoqda endi birinchi tip yuqori sezuvchanlik bo'lganligi uchun ko'proq men allergen deb ketyapman-da. Bu yoqda dendritik hujayra bundan tashqari bakteriyani ham xuddi shunaqa anaqa qiladi, protsessing qilib beradi. Hozir endi allergiya bo'lgani uchun ozgina anaqa qilamiz. Prosta kim nimaligini 100% bilib olsang, tushunishi oson bo'lardi. Hali mexanizm juda ham ko'p. Bilmayman, 2 soat gapiraman, ma'lum xudo biladi. Xullas, dendritik hujayra oldi, protsessing qildi va o'zi limfa tuguniga bordi. Limfa tuguniga bordi. Darsi nima ish qiladi desa, o'zini maxsus MHC molekulasi yoki bo'lsam mayor histocompatibility kompleks deymiz. Hamma qilib chizib beraveraman shartli ravishda. Shart emas, buni chiroyli qilib chizib berishim sizlarga. MHC aynan ikkinchi tip. Nechinchi tip? Ikkinchi tip. MHC molekula nima qilib beradi? MHC molekula mana bu allergenni epitopini chiqarib beradi. Tushunarlimi? Epitop degani allergenni tarkibidagi yod genetik materialda eng asosiy qismi degani. Ilmiy kitobiy tilda gapirganda shu. Sizni identifikatsiya sizni ko'zingiz bilan barmoq izlaringiz bo'lsa, allergenning identifikatsiyasi bu epitopi. Tushuntira oldimmi? Eng identifikatsiya qilinadigan joyini olib beradi. Keyin mana bu epitop deganda nimani tushunamiz deydigan savol bor o'rtoqlar. Epitop degani bu belok degani, belok tarkibida aminokislota ketma-ketligi. Tushuntira oldimmi? Xuddi sizlar DNK da RNK sintezlaganingizda translyatsiya bo'lardi-yu. Translyatsiya degandagi translyatsiya matritsali RNKdagi nukleotidlar ketma-ketligidagi ma'lumotni oqsil tarkibidagi aminokislotalar ketma-ketligiga o'tishiga transkripsiya deydi. Xuddi shu narsa shu yerda ham bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Men endi molekulyar mexanizmgacha aytyapman, bu savol qolmasin boshqa. Demak, epitop deganda bizga molekula ketma-ketligini ko'rsatib beradi. Kodonlar bor edi-yu, kodon, antikodonlar bor edi-yu, DNK oqsil sintezidagi. Xuddi o'shani aminokislota varianti deb olsanglar bo'ladi. Va bu boradi qayerga? Limfa tuguniga boradi va kimga buni prezentatsiya qilib beradi? T helper naivniga. Har bir T hujayrada o'rtoqlar T kletsni retseptori bor. Biza bu retseptorda TCR deymiz. Ya'ni T cell retseptor bor. Har bir T hujayrada bor u. U regulator bo'ladimi, u helper bo'ladimi, u amplifier bo'ladimi, u killer bo'ladimi, farqi yo'q. Hammasida demak T kletsni retseptori bor. Tushuntira oldim? Bu retseptorda o'rtoqlar biz CD3 deymiz. Demak, mana shu T kletsni retseptorda ikkinchi oti nima ekan? CD3. Tushunarlimi? Endi mana bu T helper o'rtoqlar bu sizlar. Bu bakalavr bu. Hali ixtisoslashmagan hujayra. Hamma sohadan xabari bor, lekin ixtisoslashmagan. Bu ginekolog bo'laman deyapti, bu allergolog bo'laman deyapti, bu janob hech kim bo'laman deyapti. Bu urolog bo'laman deyapti, kardiolog bo'laman. Ya'ni hammanglarning bilim darajanglar bir xil, lekin sizlarga keladigan ixtisoslikka qarab turib o'zingizlar nima qilasizlar? O'zgartirasizlar. Mana bu helper ham, mana bu antigenni tarkibidagi, allergenni tarkibidagi epitop strukturasiga qarab turib ma'lumot T kletsni retseptordan olgandan keyin endi sitokin ishlab chiqarishni boshlaydi. Nima ishlab chiqaradi? Sitokin. Ana shu sitokin ishlab chiqarishni ham podrobno gaplashamiz. Undan oldin bitta gaplashadigan gapimiz bor. MHC2 kimga berar ekan ma'lumotda? T kletsni retseptor. Va mana bu T helper keladi, mana bu yoqda o'zini maxsus yana yordamchi retseptori bor. Buni biz CD4 deymiz. Mana bu CD4 retseptori bilan mana bu o'rtadagi bog'ni mustahkamligini nima qiladi? Ta'minlab beradi. MHC molekula bilan T kletsni retseptori bog'landi. CD4 bunga ma'lumotni berdi, lekin shunda ham ma'lumot bunga nima qilmaydi hali? O'tmaydi. Ma'lumot qachon o'tadi? Qachonki
bu o'zidan B7 ni, bu yoq o'zidan B28 koretseptorlarini chiqargandan keyin keyin bu aktivlashadi. Shunaqa qilsa aktivlashadi. Endi hozir bitta zo'r joyi bor. Agar mabodo mana bu B7 ni emas, setilatorni bersa, bu hujayra bloklanadi. Tushunasizlar? Raklarning rivojlanishining mexanizmi shu. 2022-yil ana shu setilatorni bloklab turib, rak jarayonini davolash mumkinligini kashf qilib, Nobel mukofotini oldi, anaqa immunologiya sohasida. Kerak ekanmi? Keyin mana shu antigenni prezentatsiya jarayonidagi mana shunaqa ikkita ko'prikni kashf qilgan olimlar Nobel mukofotini olgan. Tushuntira oldimmi? Bular o'rtoqlar o'yinchoq emas. Bular juda ham nozik narsa, aynan davolashda juda katta o'rni bor. Ya'ni mana bu antigenni taqdim qilayotgan hujayra agar B7 bilan taqdim qilsa, bu hujayra faollashadi. Agar B7 bilan emas, setilator bilan kelib qolsa, bu hujayra bloklanadi. Tushuntira oldimmi? Yana bu yoqda boshqa mexanizmlar bor. Prosta bularni bilish nima uchun kerakligini aytib qo'yaman xolos. Xo'pmi? Endi epitop, ya'ni aminokislotalar ketma-ketligi haqidagi ma'lumot T-krist retseptorni konformatsiyaga uchratadi. Uni o'zgartiradi. Bu o'zgarish mana bu yoqdagi ikkilamchi messenjerlardan o'tadi va mana bu T naivnini nimasi bor mana bu yerda? O'rtoqlar, DNKsi bor. Ana shu DNKsidagi mana bu yoqdagi NF kappa B IP oqsillari bor. Nifat oqsillari aktivatsion molekulalari bor. Mana shu aktivatsion proteinlarni har xil turini faollashtirishi hisobiga DNKdan sitokin sintezlanadi. T helper epitop haqidagi ma'lumotni olganidan keyin birinchi bo'lib interleykin 2 chiqaradi. Tushunarlimi? Birinchi chiqaradigani demak interleykin 2 ekan. Interleykinning nima xususiyati bor desa, o'rtoqlar, bu autokrin ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni siz bir shaharga bordingiz, bir shaharda bosib olmoqchisiz. Nima qilasiz? Birinchi o'zingizni maqsadingiz yo'lida bir xil bo'lgan odamlarni yig'ishingiz kerak. T helper birinchi bo'lib o'ziga o'xshagan hujayralarni nima qiladi? Klonlashtiradi. Tushuntira oldimmi? Klonal ekspansiya deydi bu narsani. Bu narsani ham kashf qilib Nobel olishga sal qolganmi, lekin berishmagan. Tushunasizlarmi? Klonal ekspansiya deydi. Prosta endi bu kitoblarda boshqa joylarda u yo'q. Boshqa joylarda bor va juda ham dolzarb bu narsa. Va aynan mana bu sitokin autokrin ta'sir qiladi. Tasavvur qilinglar, hujayra o'zi sitokin chiqaryapti-da, o'zini o'zi ko'paytiryapti. Bu sensatsiya bu. Tushunarlimi? Demak, mana bu epitop haqidagi ma'lumotni olgan helper hujayralar o'zini nima qilib tashyapti? Ko'paytirib tashyapti-da. O'zi ko'paygandan keyin endi bu hujayra darsi differensiatsiyaga uchraydi, ya'ni ixtisoslashadi. Mana bu yoqdagi T xotira hujayrasiga aylanadi bir qismi va eng asosiy qismi o'rtoqlar T helper ikkinchi tipga aylanadi. Tushunarlimi? Mana bu T helper ikkinchi tipga aylanish uchun bu yoqqa bizga interleykin 2 kerak, interleykin 4 kerak. Mana bu helperni o'zi ham 2 ham 4 chiqaradida, o'zi mana o'ziga o'xshagan hujayralardan misol uchun 1000 ta hosil qildi deylik. O'shandan 800 tasi ginekolog bo'ldi. Mana ginekolog. Tushunasizlar? Ya'ni o'ziga o'xshaganlarni birinchi ko'paytirib olyapti-da, keyin ularni ixtisoslashtiryapti, differensirovka qilib beryapti. O'shaning uchun ham infeksion kasal bo'ladimi, boshqa kasal bo'ladimi, limfa to'g'onlari nima qiladi? Shishadi. Chunki bu jarayon qayerga ketyapti? Limfada ketyapti. Понятно? Понятно. Endi xuddi shunaqa mana bu T helper ham, mana bu T helper ikkinchi tipda ham o'rtoqlar biz CD4 deymiz a. Bu ham xuddi shunaqa, mana bunaqa yo NF-kappa B yoki IP1, IP2 turlari bor buni, aktivatsion protein deyiladi. Yoki bo'lmasam nifat, bu T hujayralarining transkripsion faktorlari, nuklearni faktorlari. Bular ta'sirida faollashib, endi T helper 2 ham sitokin ishlab chiqarishni boshlaydi. Qolgan hamma hujayralarni chiqarish mumkin. Hozir birinchi, liboy hujayraga aylanishi mumkin. Aylanishi mumkin. Ya'ni bu o'sha boyaga tushuntirganingiz bu bakalab xohlaganiga aylanishi mumkin. Nimaga qarab? Antigenni strukturasiga qarab turib. Unga nima ma'lumot berishyapti? O'sha ma'lumotga qarab turib, agar regulator hujayraga aylanib qolsa mabodo, bo'ldi, sanda anaqa shakllanadi. Nima deydi? Tolerantlik shakllanadi. Birinchi kun tug'ilding, qo'y go'shtini yeyapsan, qo'y go'shtiga nisbatan allergiya bermayapsan-ku.
keyinchalik allergiya beryapsan. Nega? Chunki o'sha qo'y go'shtini yegan paytingda o'sha sani dendritlik hujayralaring ana shu T helperga qo'y go'shtini oqsilini yot deb bergan paytida u voy man endi tashqaridan yot oqsil olaman, agar hammasini begona deb olsam man nima qilmayman, yer yuzida yashay olmayman, keyin men bunga tolerantlik bilan javob beraman deb turib haligi helper naivni ikkinchi tipga aylanmasdan regulyatorga aylanardida tolerant bo'lib olardi. Tushuntira olyapmanmi? Ana shu jarayon buziladiki, senda allergiya bo'ladi. Davom etamiz. T helper 2 xuddi shunaqa aktivatsion proteinlarni ishlatib turib, endi sitokinlar chiqarishni boshlaydi. Birinchi chiqaradigan sitokinni o'rtoqli interleykin 4, keyingisi interleykin 5, keyingisi interleykin 9, keyingisi interleykin 10, keyingisi interleykin 13. Mana shular haqida gaplashamiz. Va qisman miqdorda TNF, tumor nekroz faktor alfa ham ishlab chiqarib beradi. Bularning orasida eng asosiysi va eng asosiy rol o'ynaydigani bu interleykin 4. Interleykin 4 boradi va B limfotsitlarni faollashtirib beradi. B limfotsitlarni enagasi deymiz. Interleykin 5 boradi, eozinofillarni faollashtirib beradi. To'g'rimi? Interleykin 9 bilan interleykin 13 boradi, epiteliyni faollashtirib beradi. Epiteliy va shilliq qavatni faollashtirib beradi. Epiteliy va shilliq qavat faollashgandan keyin o'tda sintez va proliferatsiya jarayoni oshadi. Proliferatsiya jarayoni oshadi. Va bundan tashqari o'rtoqlar interleykin 13 fibroblastlarga ham ta'sir ko'rsatadi. TNF alfa esa yallig'lanishga sababchi bo'ladi. Endi bularni bizga buncha funksiyasi bizga nima uchun kerak deydigan bo'lsak, mana bu interleykinda qanaqa ma'lumot bor? Boyagi epitopdagi aminokislotalar ketma-ketligi haqidagi ma'lumot bor. Tushuntira olyapmanmi? U shu ma'lumotni kimga beradi? B hujayraga beradi. B hujayrani o'zini maxsus interleykin 4 retseptori bor. Bu undan ma'lumot olgandan keyin bu hujayra o'zini genini ishlatadi. Qanaqa hujayraga aylanadi? Plazmatitga aylanadi. Tushunarli? Plazmatitga aylanadi va keyin bizga kimni ishlab chiqarib berishni boshlaydi? Immunoglobulin E ni ishlab chiqarishni boshlaydi. Immunoglobulin E u nima u? Qanaqa modda u? Bu antitela o'rtoqlar. Bilasizlar, antitela ikkita zanjirdan iborat, og'ir zanjir hamda yengil zanjir. Shuning uchun buni biz H zanjir deymiz. Mana buni ko'rdinglar, mana og'ir zanjir. Ikkita og'ir zanjir o'rtasidan o'rtoqlar disulfid bog' bilan bog'langan. Qanaqa bog' bilan? Disulfid. Demak, disulfid bog'ini parchalaydigan fermentlarni berib turib, organizmdagi antitelalarning titrini nima qilsak bo'lar ekan? Pasaytirsa bo'lar ekan. Demak, og'ir zanjir o'zaro S bog' bilan bog'lanar ekan, yengil zanjirlar haligi og'ir zanjirni bog'iga kelib bog'lanib olar ekan. Og'ir zanjir ham, yengil zanjir ham o'rtoqlar mana bu L qilib qo'ygan buni. Og'ir zanjir ham, yengil zanjir ham ikki qismdan iborat bo'ladi. Variabilniy zonasi bo'ladi hamda konstant zonasi bo'ladi. Qara, mana bu variabilniy zonasi. Qanaqa zona? O'zgaruvchi. Mana bu ham variabilniy zona. Bu ham variabilniy zona. Bu ham variabilniy zona. Ya'ni bitta antitela ikkita zanjirdan iborat ekan. Og'ir zanjir, yengil zanjir. Og'ir zanjir ham, yengil zanjir ham ikki qismdan. Variabilniy hamda konstant. O'zgaruvchan va o'zgarmas qismdan iborat. Mana bu ikkita og'ir zanjir bilan yengil zanjirda mana bu o'zgaruvchan variabilniy zonasi ikkalasi birgalikda fragment antigen binding qismini hosil qilib beradi. Ya'ni antigenni bog'lovchi fragment. Keyingisi og'ir zanjirda ikkita konstant zonasi. Biz buni FC deymiz, ya'ni fragment crystallization, ya'ni yoki bo'lsam qattiq fragment. Tepdimi? Tepdi. Endi bitta no'si bor. Hamma talabalarni qayergadir qiynaydigan savol borda. Mana bu immunoglobulin E o'rtoqlar, boya mana bu yoqda sintezlangan epitop bor edi-ku. Epitop. Ana shu epitopdagi aminokislotalar ketma-ketligiga mana bu antitelalarning Fab qismidagi aminokislotalar ketma-ketligi komplementar. Agar biologiyani yaxshi o'qigan bo'lsanglar, oqsil sintezni yaxshi tushunsanglar, bu gapni shuni tushunib olasizlar. Muammosi yo'qmi? Og'ir zanjir bilan mana bu yengil zanjir ikkala uch qismga bo'lib olinadi-da. V, D, G qismi deyiladi-da.
V qismi примерно 150 xil variant, D ni примерно 50 xil variant, G ni примерно 30 xil varianti bor. Agar bularni bir-biriga ko'paytirib, buni kubiga chiqarib bersang, 25 million variant chiqadi. 25 million yoki 25 milliard, точно aytolmayman. Bu degani nima degani? Taniy oladi degani. Ya'ni bitta antitellar 25 trillion yoki bo'lmasa 25 million antigenga o'zini aminokislotalar ketma-ketlik moslashtira oladi degan. Tushunyapsizlarmi? Ha. Mana bu yerdagi kerakli qismi almashib mos kelib olaveradi-da. Tushunyapsizlarmi? Bitta antitelachalik bo'la olmasanglar. Bitta banga moslasha olmasanglar. Tushunarlimi? Endi yana darsni davom etamiz. Demak, bu antitellarning strukturasi, demak, mana farq qismi mana bu antigen bilan qanchalik bog'lanishini tushunib oldinglar, o'rtoqlar. Men hali mana bu yoqqa o'tmayman. Mana shu boyagi allergen kelib immunoglobulin Y sintezigacha bo'lgan davrda biz birinchi tip yuqori sezuvchanlikning sensibilizatsiya bosqichi deymiz. Tushunarlimi? Birinchi bosqich. Ya'ni allergen keldi va shu allergenga nisbatan spetsifik immunoglobulin Y sintezlangacha bo'lgan davrda biz nima deymiz? Sensibilizatsiya deymiz. Tushunarlimi? Sensibilizatsiya nima desa, mana bir allergenga nisbatan spetsifik immunoglobulin Y sintezlanishi. Allergiyaga ta'rif ber desa nima deb boshlaysan? Sensibilashgan organizmni ma'lum bir allergenga nisbatan giperergik javob reaksiyasi. Aynan giperergik javob reaksiyasi. Sani men tekshiraman. Doktor o'tiribsiz-da, siz uchun gapiryapman. Sani men tekshiraman. Sani qoningda immunoglobulin Y 800-900. Bunda qarasangda doktor kalli ishlayaptimi? Menda allergiya yo'q deysan. Shunda keyin men o'tiramanda, ha, bu immunoglobulin Y'ni baland bo'lishi yo rakda bo'ladi, yo nimadan u gelmintlarda bo'ladi, yo allergiyada bo'ladi. Bu soppa-sog'lom o'tirgan odam na temperatura qiladi, na soyasi ko'tariladi, na S reaktiv belok ko'tariladi. Hech narsa bezovtagisi yo'qda, lekin immunoglobulin Y'si 800 bo'lsa, demak sizda kanser bor-ku deb buni qo'rqitishimiz kerakmi? Yo'q. Bu qaysidir allergenga nisbatan sensibilashgan. Mana sensibilashgan, lekin allergenga nisbatan giperergik javob bermayapti. Tushunasizlarmi? Mana bu nyuans. Bu sensibilashgan. Bunga qaysidir allergenga nisbatan bunda immunoglobulin Y bor, spetsifik bor. Lekin u yeb yuribdi. Men tekshiraman, chiqadi mana bemorlarimda. Nondan chiqadi, undan chiqadi. Javob nima? Ikkita variant bo'lishi mumkin. Birinchisi sensibilashgan, lekin hali organizm giperergik javob bermayapti. Yoki u tolerant bo'lgan o'sha. Tushunasizlarmi? Tolerant bo'ldi degani o'sha allergenga nisbatan spetsifik immunoglobulin Y bor va spetsifik immunoglobulin G ham bor. Unga hozir o'tsam, mana shu pamiteli ko'tara olmay qoldi. Ikkalasi bir-biri bilan konkurensiya qilib, allergenni o'ziga bog'lab olib, neytrallab turgan bo'ladi. Ana shunaqa nyuanslari bor. Davom etamiz. Endi mana bu sintezlangan immunoglobulin Y boshqa immunoglobulinlarga o'xshab qonda sirkulyatsiyalanib, to'qimada yurmas ekan. Hujayraga borib o'tirib olar ekan. Tushuntira oldimmi? Immunoglobulinlarning M bor, A si bor, D si bor va bularning orasida aynan immunoglobulin Y bir hujayraning ustiga borib nima qilar ekan? O'tirib olar ekan. Qaysi hujayraning ustiga o'tirib oladi? Bu hamma odam keladi, semiz hujayra deydi. Siz talaba sifatida kelasizda, shu yerdagi libo joyga o'tirib ketaverasiz. Siz talaba sifatida kelasizda, eshikni xohlagan paytingiz ochib, yopib ketaverasiz. Lekin bular hech qachon unaqa qilmaydi. Bular har doim o'zining o'rniga o'tiradi. Tushuntira oldimmi? O'zining o'rniga o'tiradi deganda qatga o'tiradi. Mana bu FC qismini organizmda eshitib qo'y. FC epsilon R1 va FC epsilon R2 degan retseptorlar bor. Mana bu retseptorda CD23 ham deyishadi. Ana shu retseptor qaysi hujayrada bo'lsa, o'sha hujayraga borib o'tiradi. Tushuntira oldimmi? Sizda mutatsiya bo'ldi. Sizning hujayrangiz FC epsilon R1 degan retseptor sintezladi. Eritrotsitis sintezlari bor. Unaqa bo'lmaydi-yu. Misol, sen immunoglobulin Y boradi, eritrosit ustiga o'tirib oladi. Tushuntira oldimmi? Mabodo endi shunaqa holat bo'lib turib, me'da osti bezini beta hujayralarda mana shu FC epsilon R1 retseptori ekspressiyalanib qoldi mutatsiya natijasida.
Sizga allergen tushgandan keyin sizda insulin ko'payib ketaveradi. Mana bu hujayra misol uchun semiz hujayra. Esingizda qolsin. Semiz hujayra. Bunda FC R1 retseptor bor. Eng asosiy FC gamma R1 epsilon R1 retseptori asosan semiz hujayrada bo'ladi. Semiz hujayra tuchni kletkalar bilan mast cell deymiz va anaqada bazofillarda bo'ladi. Eznofilda ham bo'ladi. Makrofagda ham bo'ladi. Epiteliyda ham bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Neytrofilda ham bo'ladi. Hech qayerda yo'q bu ma'lumotlar. Hammasi, deyarli hammasida bo'ladi. Hammasida aytiladigan gap bitta. Nima deydi? Semiz hujayrada bo'ladi, semiz hujayrada bo'ladi. O'sha sxema hamma joyda. Olasan, semiz hujayrani chizasan, ertaga bitta quloq chizib qo'yasan, bo'ldi, immunoglobulin Y tayyor. Yo'q, o'rtoqlar, allergologiya unaqa soddagina soha emas. Demak, mana bu semiz hujayramiz. Semiz hujayra. Mana qilib chizib qo'yaylik. Paul Ehrlich buni kashf qilgan ekan birinchi bo'lib. Tushunyapsizlarmi? Martsin cells degan ekanmi? Anaqa nemis bo'lgan ekan-ku. Semirib ketgan hujayralar degan ekan. Mana bu semiz hujayra. Buni qulog'ida demak mana retseptori bor. Bu retseptorning otini nima dedik? FC gamma R1 retseptor. Ana shu FC gamma R1 retseptorining ustiga kelib antitela kelib o'tiradi. Tushunarlimi? Ha deb turinglar. Uxlab qolasanmi o'zi? Ana endi yana bitta joyi bor o'rtoqlar. Interleukin 4 bor edi-yu. Bir hujayrani shakllantirib alobatlar dedik-ku. Ana shu interleukin 4 o'rtoqlar hujayrada FC epsilon R1 retseptorining ekspressiyasini oshirib beradi. O'shaning uchun qonda interleukin 4 balandligini ko'rsanglar, organizm 100% allergik ekanligidan dalolat beradi. Tushunyapsizlarmi? Spesifikligi immunoglobulin Y'dan ham yaxshiroq. Endi allergik reaksiyaning ikkinchi bosqichiga o'tamiz. Patoximik bosqichiga o'tamiz. Chunki hozir endi patologik kimyoviy moddalar chiqadi-da, o'z ishini qiladi. Tushunyapsizlarmi? Antigen ikkinchi marta keldi. Necha marta keldi? Ikkinchi marta keldi. Mana bu yoqdagi FC allergen ikkinchi marta kelgandan keyin buni strukturasi, konformatsiyasi o'zgaradi. Immunoglobulin Y ning strukturasi o'zgaradi va bu yoqda o'rtoqlar LYN tirazin kinaza, undan keyin ITM degani nima degani? Immunoreseptor tirazin based aktivatsion motiv. Ya'ni nima? Immunoreseptor tirazinlarga asoslangan motiv, aktivlovchi motiv. Ya'ni nima qilib beradi? Mana bu retseptor turgan bo'lsa, unga antigen kelib qo'shilgandan keyin bu yerda konformatsiya o'zgaradi-da. Bu keyin o'ziga tirazinlariga fosforlarni bog'lashni boshlaydi. Tirazinga fosfor bog'langandan keyin bu molekula faollashadi. Tushuntira oldim? Birinchi LYN tirazin kinaza faollashadi. U keyin kimga beradi? ITMga. U keyin SAK tirazin kinazaga beradi. SAK tirazin kinaza esa bu informatsiyani o'rtoqlar fosfolipaza S gammaga beradi. Fosfolipaza S gamma keyin nima qiladi? Fosfolipaza S gamma nima qilib beradi? Hujayra membranasini o'zini oti bilan aytib turibdi, qaranglar. Fosfolipaza parchalaydida ikkita moddaga aylantirib beradi. Bu birinchisi izanitol trifosfat va ikkinchisi diatilglitserol. Izanitol trifosfat bilan diatilglitserol ikkalovi birgalikda bittasi fosfolambanni faollashtirish hisobiga, bittasi esa to'g'ridan to'g'ri kalsiyni ishlatish hisobiga endoplazmatik retikulumdan kalsiyni xolos nima qilib beradi bu? Ko'paytirib beradi. Mana shuncha mexanizm hujayraning ichida nimani ko'paytirib berish? Kalsiyni ko'paytirib berish. Bundan tashqari o'rtoqlar, bitta narsani hisobga olib qo'yinglar. Prosta tak immunoglobulin Y faollashgan paytda, mana bu semiz hujayra faollashgan paytda hujayralar aro bo'shliqdan hujayraning ichiga kalsiy kirishni boshlaydi. Tushunarlimi? Kalsiyning miqdori oshishi mana bu yoqdagi granulani nima qilishiga
degranulyatsiya bo'lishiga sababchi bo'ladi. Hammaga tushunarlimi shu joy? Demak, hamuncha vahima qilib o'tirmaymiz-da, qisqacha va lo'ndacha qilib o'tamiz sani gaping bilan. Semiz hujayra qachon degranulyatsiya bo'lar ekan? Kalsiy ko'payganda. Demak, allergik reaksiyalarda kalsiy blokadani qilish kerak ekanmi? Qilish kerak, hamma qilib yotibsan-ku. Hamma qilib yotibdi. Yaxshi bo'lgandek bo'ladi. Bir kundan keyin mana shu battar bo'lib keladi keyin. Tushunarlimi? Demak, degranulyatsiya bo'ldi. Degranulyatsiya bo'lgandan keyin chiqyapti gistamin, serotonin, prostaglandin. Prostaglandinni ham o'rtoqlar D turi chiqyapti. Lekotrinli tagdali yana dars ketaveradi. Endi shu joyda ham ikki oz men aytadigan gapim bor sizlarga. Semiz hujayralarda demak, birinchi bo'lib kalsiy ko'payishi hisobiga degranulyatsiya bo'lib, mana bu biologik faol moddalar chiqdi. Bundan tashqari, mana bu yoqdagi hujayra membrana ham nima qiladi? Degranulyatsiya bo'lgan payt hujayra membranasi zararlanadimi? Hujayra membranasi zararlanganda paytda har doim fosfolipaza A2 faollashadi. Fosfolipaza A2 mana bu hujayra membranasining bilipid qavatini nimaga aylantirib beradi? Arachidon kislotaga aylantirib beradi. Arachidon kislotani mana bu yoqdagi lipoksigenaza 5-fermenti nimaga aylantirib beradi? Lekotringa aylantirib beradi. Bu yoqda sistinli lekotrinlar bor va sistinsiz lekotrinlar bor. Men uni yanada o'sha ahvolinglar juda dahshatli. Shuning uchun ana qilib o'tirmayman. Lekotrinlarni o'zini yozib qo'yaveraman. A turi, D turi, E turi deb uni qiynamaysizlarni. Bo'ladi lekotrinni o'zi. Demak, degranulyatsiya natijasida chiqadigan biologik faol moddalar lekotrinlar, gistaminlar, serotoninlar, prostaglandin A, bundan tashqari yana boshqa turlari bor. Neurotizin bor, peptidlar bor, boshqa moddalar bor. Qisqacha shu. Tushunarlimi? Ana bu bosqich o'rtoqlar, mana bu degranulyatsiya bosqichini biz nima dedik endi? Patoximik bosqich dedik. Mana shularni hammasini patoximik dedik. Menimcha patoximik bosqich. Ikkinchi bosqich. Menimcha tushunarli bo'ldi. O'chiraymi? Endi 3-bosqichga o'tamiz. Uchinchi bosqichga o'tishdan oldin yana ikki og'iz gap aytdik. Gap ham tugamaydi. FC epsilon R1 bor-ku. Bu o'rtoqlar asosiy vazifasi asosan mana bunaqa yozadi kitobda. Yuqori afinli deydi. Visokoafinli retseptor deydi. Nima degani yuqori afinlik degani? Immunoglobulin Y bilan prochli zo'r bog'lanadi degan. Tushuntira oldimmi? Lekin mana bu ikkinchisi FC epsilon R2 o'rtoqlar bunga o'xshagan vazifani bajarmaydi. Bu lavoshka vazifasini bajaradi. Nima ekan? Tuzoq. Ya'ni immunoglobulin Y'larni o'ziga bog'lab oladi-da, mana bunaqa degranulyatsiya qilib bermaydi. Prosta ushlab turadi. Lavoshka. O'shaning uchun har doim ham immunoglobulin Y'ni baland bo'lishligi qanaqadir qo'rqinchli degan narsa emas. Tushundinglarmi? Dars davom etamiz. Endi o'shanga keldik endi. Demak, birinchi bosqich sensibilizatsiya ketdi. Ikkinchi bosqich patoximik. Patoximikda nima bo'ldi? Mana bu semiz hujayra degranulyatsiya bo'ldi. Degranulyatsiya bo'lish mexanizmi shu. Keyin ham joyida aytib qo'ying. Gormon ishlatamizku, deksametazon boshqa. Deksametazon nima qilib beradi? Mana bu fosfolipaza S gammani bloklaydi. Mana bu yoqdagi lipoksigenazani qana fosfolipaza A2 ni bloklaydi. Mana bu yoqdagi kalsiy kanalini bloklaydi. Tushunyapsizlarmi? Ketatifin ishlatasizlar-ku, semiz hujayralarni membrana stabilizatorlar deymiz. Mana bu degranulyatsiyasini bloklab turadi. Hujayralarning mustahkamligini ta'minlab turadi. Kromoglitsinoid kislota bor. Eng asosiy membrana stabilizator hisoblanadi. U ham mana shu membrananing mustahkamligini ta'minlab berib turadi. Tushuntira olyapmanmi? Sitokin chiqarmaydi ham, yog'ini ham chiqarmaydi. Endi men bu narsalar haqida ikki og'iz aytib qo'ying. Hozir biz ishlatayotgan preparat bor, target terapiya sifatida omalizumab. Omalizumab mana bu retseptorni bloklaydi. Lekin hozir yana boshqa preparatlar chiqqan, ular hujayraning tashqarisidagi retseptorlarni emas, hujayraning ichidagi manbalarni bloklaydigan dorilar chiqqan. Tushunyapsizlarmi? Anaqa
Qaysidirlari kerak emas. U tashqaridan bloklab qo'yib, tashqarida yiqqandan ko'ra hujayraning ichidan bloklab qo'ysa, bu hujayraga kelib o'tiraveradi, allergen kelib bu bilan bog'lanaveradi, lekin hujayra aktivlashmaydi. Bu degan hujayraning orqasiga bitta tepasam, sakrab tushadi, yana normal yurib ketaveradi, qo'zg'almaydi. Tushuntira oldimmi? Shuni hisobiga keyin tolerantlik kelishi mumkin. Sun'iy. Sun'iy. Doimiy dori bilan, ha. Tabiiy tolerantlikni chaqirish uchun vaksinatsiya qilasan. Boshqa hech qanaqa yo'l yo'q. O'shaning uchun biz har doim aytamiz, allergenni davolashda o'rtoqlar vaksinatsiya. Всё. Qolgan variantlari hammasi vaqtinchalik. Xuddi mana antigistamin, gistaminni qanaqa bloklasa, omalizm xuddi shundan bloklayapti-da. Da. Ozozdan berib turish kerak. Shunda boshqa anaqada javob bo'ladi, immun javob bo'ladi. Endi o'rtoqlar patofiziologik bosqichiga ham kelaylik endi. Birinchi moddamiz bu gistamin. Nima qiladi gistamin? Gistamin o'rtoqlar o'zini H retseptorlari ta'sirida butun organizmga ta'sir ko'rsatadi. H1, H2, H3, H4. H1 qayerda? Qon tomirida. H2 qozonda. H3 bilan H4 bo'g'imda, miyada. Manez deb qo'ying. O'sha joylarda bo'ladi. O'shaning birinchi avlod antigistamin preparatlari sedativ ta'sir qilib qo'yishga dimidrollarni, diazolillarni shunaqa ta'sir bo'lishiga sabab mana bularni bloklab qo'yishi bilan. Chunki ular baryerdan nima qiladi? O'tib ketib qoladi. Ikkinchi avlod gematoensefalik baryerdan o'tmaydi. Baryerdan o'tmaganligi yurak ritmiga ham ta'sir qilmaydi. Antigistamin preparatlar bir qo'yinglar, bradikardiya chaqiradi. QT chichani uzaytirib yuboradi. Tushuntira olyapmanmi? Shunaqa ta'sirlar bor. Demak, gistamin birinchi bo'lib qon tomirlaridagi muskullarga ta'sir ko'rsatib, qon tomirlarini nima qiladi? O'tkazuvchanligini oshirib yuboradi. Qon tomirni kengaytiradi. Vazodilatatsiya. Demak, vazodilatatsiya bo'lgan paytda, misol uchun, bronxlarda vazodilatatsiya bo'lsa, o'pkada qon nima qiladi? Dimlanish bo'ladi. Otingga rahmat. Ko'payish. Terida bo'lsa, terida yo qavarchiq yoki qanaqadir eritma, mana shunaqa toshmalar paydo bo'lishi boshlaydi. Tushuntira olyapmanmi? Burunda kengayib ketib qolsa, qonning ichidagi hamma suyuqlik chiqib ketib qoladi-da, burni shar nima qilishni boshlaydi? Oqish bor. Patogenezm mamla qilib o'rganiladi. Tushunasizlarmi? Patogenezni doim klinika bilan bog'lab o'rganishing kerak. Shunda o'shaysan kasalni, shunda umurtqasidan o'shaysan. Tushuntira oldimmi? Davom etamiz. Vazodilatatsiya bo'ldi. Demak, butun tanani ko'z oldingizga keltirasiz. Ko'zi bo'ladimi, quloq bo'ladimi, terisi bo'ladimi, o'pkami, yurakmi, oshqozon ichakmi? Tushuntira oldimmi? O'shaning uchun ham ba'zi bir holatlarda allergik reaksiya bo'lgan paytda bemorda oshqozoni ham og'riydi. Nega? Chunki oshqozonda ham nima bor? H2 retseptorlar bor. H2 retseptor oshqozonni qo'zg'algan paytda nima ko'payib ketadi? Xlorid kislota ko'payib ketib qoladi. Hozir ham H2 retseptorda blokatorlari bor. Nima? Oshqozonni kislotaliligini kamaytirish uchun proton pompa ingibitorlari hozir ishlatilyapti. 5 ta, 6 ta avlodlari chiqib ketib qolgan. H2 ni bloklaydigan nima bor? Xloridni kamaytirib beradi. Impotensiya chaqirdi. Juda kuchli onkologik effekti bo'lib qoldi. Hozir endi bularni aytishimiz shart emas-ku. Bu hozir ishlatilmaydi. Oldin ishlatilgan. Davom etamiz. Bu o'rganish uchun. Vazodilatatsiya. Endi o'rtoqlar yana bitta narsasi bor. Bronxospazm. Endi meni savolim endi shu joyda keladi. Bronx devorlarida ham silliq muskul bor. Qon tomir devorida ham silliq muskul bor. Nega qon tomir devoridagi silliq muskullarni kengaytiradi-yu, bronx devorlaridagi silliq muskullarni toraytiradi? Ana senga savol. Bitta gistaminning o'zi bir xil muskulga ikki xil joyda ikki xil ta'sir ko'rsatyapti. Yo'q, ular ikkovi ham silliq. Mana zo'r joyi bor. Bundan tashqari o'rtoqlar giperreaktivlikka sababchi bo'ladi. Giperreaktivlik nima degani? Bronx devoridagi retseptorlarni o'zi qo'zg'aladigan anaqa mediatorlarga nisbatan sezuvchanligini oshib ketib qolishi.
Normada misol uchun 16 milligram metaxolin sani bronxlaringni qisadigan bo'lsa, normada. Giperaktivligi bor bo'lgan odamda 2-4 milligram ham nima qilib qo'yadi? Siqib qo'yadi. O'shaning uchun doktor House aytadi, aslo bormi unda desa, metaxolin testi manfiy deb qo'yadi. Shu joyi bor, o'qib ko'r, kinosida bor bitta joyda. Tushuntira oldimmi? Xullas, mana shu giperaktivlik degani shu. Sal narsaga sразу bo'g'ilib yo'talib javob berish. Tushuntira oldimmi? Endi chekuvchilarda metaxolin testi обязательно положительный chiqadi. Chunki sigaret ana shu nafas yo'llaridagi epiteliylarni zararlab turib, o'ta vоспаление chaqiradi. U haqida ham hali gapiraman hali. Hali unga ham vaqt keladi. Demak, vazodilatatsiya, bronxospazm, giperaktivlik, shuni hisobiga nervlarga ta'sir ko'rsatib, nima chaqiradi? Qichishish chaqiradi. Juda kuchli qichishish. Allergiyani eng asosiy diagnostik kriteriyasi bu qichishish o'rtoqlar. Toshma bo'ladimi, boshqa narsa bo'ladimi, qichishishdan usha olasizlar. Lekin qichishishga sabab faqat gistamin emas o'rtoqlar, bilib qo'yinglar. Neyrotenzin ham qichishtiradi, prostaglandinlar ham qichishtiradi. Agar qichishish bemorda qichishish bilan bir ikki shug'ullanib ko'rganman-da, bemorda qichishish bo'lyapti. Antigistamin berding, foyda qilsa, demak sabab kim bo'ladi? Gistamin bo'ladi. Bemorga deksametazon qilasan yoki og'riq qoldiruvchi preparat berasan. Qichishish qolsa, sababi prostaglandin bo'ladi. Tushuntira oldimmi? Bemorga anksiyalitik berasan. Qichishish qolsa, sababi neyrotenziya ham bo'ladi. Bundan tashqari substansiya P ham bor hali. Tushunasizlar? Xullas, qichishish zudni anaqasi juda ham ko'p. Bizda eng asosiy zud beradigan narsa bu gistamin. Prямо вот nerv oxirlarini to'g'ridan-to'g'ri qitiqlaydi gistaminning o'zi borib. Juda ham qo'rqinchli qichishish beradi. Tushuntira oldimmi? Bundan tashqari o'rtoqlar, serotonin bor. Serotoninning funksiyasi tipa shunaqa. Prostaglandinlar bor. Mana bu prostaglandinlarning ma'lum bir turi o'rtoqlar bronxlarni borib toraytiradi. Ma'lum bir turi bronxlarni nima qiladi? Kengaytiradi. Keyingi turimiz bor. Eng asosiy astmada ishlatiladigan preparatimiz bu lekotrenlar. Lekotrenlar. Antilekotrenlar ishlatiladi. Mana bu lekotren borada bronx devorini giperaktivligini chaqiradi. O'tda moddalarni gipersekretsiyasini chaqirib beradi. Va natijada ham bronxospazm bo'ladi, ham sekretsiya ko'p bo'lib qoladi. Endi chizmayapman, og'zaki ketib ketyapman. O'shaning uchun yana bitta joyi bor, ko'p takrorlayman. Lekotrenlarni bronxospazm berishi necha barobar kuchli? Mana buni bronxospazmi lekotrenniki. Gistaminga nisbatan o'rtoqlar 1000 barobar kuchli. Tushuntira oldim? O'shaning uchun antilekotren preparatlar zo'r effekt beradi. Haqiqiy allergik reaksiya bo'layotgan bo'lsa, cho'tka effekt beradi. Tushundinglarmi? Bundan tashqari, boya hujayra parchalanayotgan paytida ishlab chiqaradigan trombotsit aktivlovchi faktorlar bor edi. Serotonin bor edi. Serotoninlar bor edi. Yana boshqa interleykin 13 bor edi. Endi shularni funksiyalari haqida ikki og'iz aytib ketishim kerak. Mana bular o'rtoqlar hammasi epiteliyaga ta'sir ko'rsatib, mukoz sintezini oshirib beradi. Shilliq sintezini oshirib beradi. Tushuntira oldimmi? Mana bu interleykin 13, mana bu epiteliy bilan fibroblastni nima qilib beradi? Proliferatsiya qilib beradi. Bu proliferatsiya bo'lgandan keyin ertaga polip paydo bo'ladi. Tez yog'lanish bo'laveradi, tez virusli infeksiya kelaveradi, keyinchalik odam burnida polip paydo bo'ladi. Lordan so'rasang, yog'lanish hisobiga. Mana bunaqa bo'layotganini hisobiga. Endi mana shu interleykin 13 dozini bloklab qo'ysangiz, mana bu jarayonlarning hammasi to'xtaydi. Kerak ekanmi interleykin 13? Ha? Preparat interleykin 13 ni o'zini bloklaydigani yo'q. 4 bilan 13 ni birga bloklaydigani bor. Dupilumab degan. O'z nomi bilan Dupilumab. Kimga beriladi desa, atopik dermatit bilan bronxial astma birga kelgan bemorlar bo'ladi-yu, o'shalarga ishlatsanglar vasha zo'r yordam beradi. Примерно 500-600 dollar turadi. Bitta inyeksiyasi. Bir-biringga qarama. Har 28 kunda bir marta qilasan. 6 oy.
Endi u VPChni palib chiqarishi u boshqa mexanizm. Bu yoqda hozir allergiya bilan, bakterial yallig'lanish bilan, boshqa virusning yallig'lanishlar bilan u VPChni palib chaqirishi virusni o'zi boradida epiteliyni o'zini DNKsini o'zgartirib qo'yib, o'zidan ko'paytirib yuboradi. U boshqa mexanizm. U anaqaga o'xshaydi, so'galga o'xshaydi uni mexanizmi. Xo'p, o'rtoqlar, tushunarlimi?